Xo'p. Hamma ekran ko'rinib turibmi? Xo'p, ekran ko'rib turgan bo'lsa, hozir boshlaymiz darsimizni. Birinchi navbatda kitobda girib olaman. Hozir ma'lumotlarni ko'rib, shu bo'yicha qilamiz. Round up books. Round up for okay. Xo'p, demak, o'quvchilar. Bugungi mavzumizda sizlar bilan ko'rib turganingizdek, present simple bilan present continuous. Demak, present simple va present continuous, ya'ni ikkala zamonni o'rganamiz. Ularni albatta paytravishlarni, ular haqidagi ma'lumotlar, ish holatlarida ishlatamiz, keyin va shuningdek holat fe'llarni ham o'rganamiz. Demak, boshlasak, demak, birinchi, demak, present simple. So, today our lesson unit 1 is gonna be present simple and present continuous. So Unit 1. Present simple and present continuous. So, guys, qo'shimcha ma'lumot, hurmatli o'quvchilar, present tenseslar bular ingliz tilida hozirgi oddiy zamonlar, ya'ni hozirgi zamonlar hisoblanadi. Bularga quyidagi zamonlar kiradi. Misol uchun, birinchisi bu bizlar bugungi o'tishimiz kerak bo'lgan present simple mavzusi hisoblanadi. Ya'ni hozirgi oddiy zamon. Demak, ikkinchisi biz o'tishimizga kerak bo'lgan present continuous, ya'ni hozirgi davomli zamon. So, present continuous. Demak, hozirgi davomli zamon bu. Uchinchisi bo'lsa present
Perfect. Perfect. Present perfect. Simple hisoblanadi. Hozirgi tugallangan oddiy zamon. To'rtinchisi bo'lsa present perfect continuous tense. Present perfect continuous degan bo'laveradi. Hozirgi tugallangan davomli zamon. Demak, hurmatli o'quvchilar, hozirgi vaqtda demak bizlarda present tenses, ya'ni hozirgi zamonlar turkumiga mansub bo'lgan, faqat biza bugun ikkalasini o'rganamiz. Present perfect simple va present perfect continuouslarda ushbu roundup kitobimizda menimcha boshqa mavzularda bergan. Shuning uchun bugun faqatgina ikkalasini o'rganamiz. Undan oldin Xudo xohlasa hozir sizlarni bir davomat qilib olamiz. Ya'ni darsga kim qatnashdi? Darsda boshida bir qilamiz, keyin darsning oxirida. Okay, demak shunda hozir 31 o'quvchi bo'lsa, 31 o'quvchi. Okay. Demak, 31 o'quvchi ham qatnashib turibdi. Menimcha bu yerda arada nimalar ham bor-da. Ya'ni low beginner guruh o'quvchilari ham bor. Hurmatli o'quvchilar, sizlarning darslaringiz maksimalniy 9:40 larda boshlanib qoladi. Ya'ni Umidjon, Mashhurbek agar ishi darsga qatnashib turgan bo'lsangizlar, bunda qatnashlaringiz shart emas. Sizlarga taxminan 9:40 larda boshlanib qoladi 10 atrofida. Sababi bor, buning chunki salgina uzilishlar bo'ldi. Darsni boshlashdan oldin shuning evazini ozgina cho'ziladi. Darslaringiz boshlash vaqti. Sizlar hozir chiqib ketsangizlar ham bo'laveradi. Umidjon, keyin va Mashhurbek. Present simple. Okay. Demak, hozirgi oddiy zamon. Nima bu? Hozirgi oddiy zamon asosan birinchi navbatda biz buni asosiy formulasini e'tibor qaratamiz. Demak, u nechik tuzilishga ega. Masalan, pozitiv shakli qanday bo'ladi? Pozitiv. Ya'ni darak shakli. Misol uchun I, we, you, they bo'ladigan bo'lsa, bular asosan fe'lning birinchi shakli qo'shiladi. Lekin he, she, it, ya'ni birlik, shaxs almashadigan, uchinchi shaxs birlik almashlar bo'ladigan bo'lsa, ularga nisbatan fe'limizga quyidagi qo'shimchalar qo'shilib boraveradi. Misol uchun s qo'shimchasi qo'shiladi, yoki es qo'shimchasi qo'shiladi, yoki ies qo'shimchalari qo'shiladi. Mana shu qo'shimchalar qo'shilib, ya'ni fe'limizda asosan gapni boshida hechganlik sababi mana shu qo'shimchalar qo'shiladi. Bir qo'shimchalar qo'shilishini alohida to'xtalib o'tamiz. Hozir to'liq formulasini yozib olamiz. Negativ, demak, inkor shakli. Keyin esa question, so'roq shakli. Demak, so'roq shakli. Demak, I, we, you, say, plus do, plus not, plus verb 1. He, she, it, plus does, not, plus verb 1. Demek, so'roq shakli do plus I, we, you, they, plus verb 1. Kişi düşünürse does plus he, she, it plus verb 1. Okay. Demek. Hop. Asosan so'roq shaklida bilasizlar, qisqa javob shakllari mavjud. Qisqa javob shakllari
Mana ko'pchilik o'quvchi biladi albatta, ya'ni yes bilan qisqagina javob beramiz yoki we you they plus 2 yoki ya'ni bu tarjimasi ha degan ma'noda ishlatiladi. Demak, no deydigan bo'lsak, yo'q deydigan bo'lsak, unda bu holatda biza no ya'ni I will you uchun shunday ma'noda ishlatiladi. Eshitini qaltirib ketibmiz, qo'shib qo'yamiz eshit uchun yes, he, she, it, does. Ha, qiladi degan ma'noda. Masalan, hozir to'liq tushuntirib beraman. To'liq yozib bo'lgandan keyin, masalan, yo'q degan bo'lsa, qayerda buni holatda tuzamiz. No, I, we, you, they plus don't. No, he, she, it plus doesn't. Demak, mana shular asosiy formulasi tuzilishi. Demak, ko'rib turganimizdek, mana shunday holatda present simple formulasi shakllanadi. Xo'p, mana shu asosiy formula hisoblanadi. Mana shu asosiy formula asosida biza gaplarimizni tuzamiz. Endi bular, ya'ni bitta-bitta gap tuzib beradigan bo'lsam, misol uchun qaranglar, pozitiv gap tuzadigan bo'lsa, nechik bo'ladi? Masalan, present simple'da hozirgi oddiy zamonda biza mana shu formula asosida gap tuzamiz. Demak, hozircha mustaqil gap tuzib ko'ramizki, ishlatilishlaridan qarab turib alohida gapni tuzamiz. Hozircha faqat bitta gap tuzib beraman. Keyin to'liq ishlatilishini o'rgatganimdan keyin asoslari, ya'ni polni necha holatlarda ishlatilishiga qarab har bittasini alohida ikkitadan gap tuzib beraman. Xo'p, shunda yaxshiroq tushunasizlar mavzuni. Qaranglar, misol uchun ko'pligiga tuzadigan bo'lsam-da, masalan, we go to school every day. Biz har kuni maktabga boramiz. Ya'ni ko'rib turganimizdek, birinchi navbatda we ega sifatida kelmoqda, keyin esa fe'l sifatida, ya'ni nima kelmoqda? Albatta present simple'da kesim kelmoqda. Ya'ni we go to school every day. Ya'ni biz har kuni maktabga boramiz. Lekin biz mana shu gapimizda asosan uchinchi shaxs birligi, birorta bir shaxsga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, agarda mana shunday holatda bo'ladi. James goes to school every day. James har kuni maktabga boradi. James har kuni maktabga boradi. Mana bu yerda esa go fe'liga es qo'shilmoqda. Sababi gapimizda boshida kelgan egasi, ya'ni uchinchi shaxs birlik olmoshiga mansub bo'lganligi uchun. Xo'p, endi demak, mana shu degan gaplarimizni inkor qilamiz. Misol uchun, direkt shaklda aytamizki, men buni qilaman yoki uni qilaman har kuni yoki biz buni qilamiz degan ma'noda direkt shaklda gap tuzamiz. We go to school every day. Biz har kuni maktabga boramiz. Yoki James goes to school every day. James har kuni maktabga boradi. Bu uning odati. Ya'ni James har kuni maktabga borishi odat bo'lib qoldi. Endi mana shu bajaradigan ish harakatlarimizda, har kuni bajaradigan takroriy bajaradigan ish harakatlarimizni inkor shaklida qanday aytamiz? Misol uchun biz maktabga har kuni bormaymiz. Masalan, we don't go to school. We don't go to school every day. Biz har kuni maktabga bormaymiz. Yoki James doesn't go to school every day. Ya'ni James har kuni maktabga bormaydi. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek, hurmatli o'quvchilar, ya'ni negativ shaklini, ya'ni inkor shaklini, yana qo'shimcha ma'lumot sizlar aytgancha. Xo'p, mana bu shakl asosan to'liq shakl hisoblanadi. Ya'ni mana shu shakl to'liq shakl. Mana shu shakl to'liq shakl hisoblanadi. Lekin buni qisqartma shakli
asosan uni qisqartma shakli xo'p quyidagicha bo'ladi. Ya'ni qisqartmasi quyidagicha. Ya'ni masalan do not, don't sifatida qisqaradi. Don't sifatida qisqartirib ishlatamiz. Don't. Heshitdagi doesn't esa doesn't sifatida qisqartirib ishlatamiz. Doesn't. Keyin ulardan keyin fe'lning birinchi shaklini qo'yib qisqa shaklda tuzishimiz mumkin yoki to'liq shaklda tuzishimiz mumkin bo'ladi. Endi yuqoridagi qismi asosan bular to'liq shakl hisoblanadi. Tushunarlimi? Hurmatli o'quvchilar. Demak, qaraytiramiz. Hisoblaymiz. Chunki inkor ma'nodagi gap bo'lgan sababli shunaqa qilib qo'yamiz. Okay. Demak, xo'p, endi tuzgan gapimizga e'tibor qaratadigan bo'lsangizlar, bizlarda tuzgan gapimizni, masalan, meni qisqa shaklda tuzib turibmiz. We don't go to school every day. Biz har kuni maktabga bormaymiz deb. Endi keyingi gapimizda mayli, to'liq tuzsak-da. James does not go to school every day. Ya'ni James har kuni maktabga bormaydi. Hurmatli o'quvchilar, ya'ni mana shu yerda sizlar juda ham e'tiborli bo'linglar-da. Ya'ni aytmoqchimanki, yana boyagina darak gapimizda asosan goes dedik, to'g'rimi? Ya'ni fe'limizga is qo'shimchasini qo'shib turdik. Lekin inkor shaklida e'tibor etgan bo'lsangizlar, does not keldida keyin go dan keyin is qo'shimchasi ishlatilmadi. Buning asosiy sababi shuki, ya'ni biza uchinchi shaxs birlik olmoshlardan keyin yoki uchinchi shaxs olmoshlar yoki uchinchi shaxsda keladigan, ya'ni uchinchi shaxs olmoshlar sifatida keladigan shaxslarda, ya'ni birlik shaxslarda asosan ular ega bo'lib keladigan bo'lsa, ularni present simple inkor shaklini tuzadigan bo'lsak, albatta ularda oldinda does yordamchi fe'l yordama kelgan holatda inkor shakl yasab beradi. Natijada undan keyingi asosiy fe'l bo'lib keladigan go fe'li is qo'shimchasini olmaydi. Sababi bu yerda yordamchi fe'l does qo'shimchasi kelganligi tufayli shu hodisa sodir bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni James does not go to school every day holatida tuziladi. Tushunarlimi? Endi biz shu gaplarni so'roq shaklida tuzsak, kimdir bizni so'roq gap sifatida so'rasak birovdan. Masalan, do you masalan go to, masalan o'zimiz savolbarimizda masalan siz deb aytamiz. Do you go to school every day? Ya'ni siz har kuni maktabga borasizmi? Yoki bo'lmasa, does James go to school every day? Ya'ni James har kuni maktabga boradimi? Endi qaranglar-da, mana bunday holatda bu oddiy so'roqga. Misol uchun, buni biz boshqa bir insondan so'rayapmiz. Bu boshqa inson esa bizlarga mana shu savolga nisbatan albatta qisqa javob berishga harakat qiladi. Inglizlardan va bizning o'zbek tilimizdan shunday. Kimdir bizga savol bersa, albatta biz qisqa javob beramiz. Tushunarlimi? Lekin bizlar o'zbek tilida bu narsa to'liq shakldagidek tuyuladi. Ingliz tilida bo'lsa, buni qisqacha qilib javob berib qo'yaveramiz. Ya'ni uzun bir so'roqqa qisqacha javob beramiz. Misol uchun, do you go to school every day? Har kuni maktabga borasanmi? Misol uchun, mendan kimdir shuni deb so'rasa, no, I don't deb aytaman. Yo'q, bormayman. Degan. Ya'ni yo'q, maktabga bormayman har kuni degan. Shu ma'noda. Yoki bo'lmasa, masalan biz Jamesdan so'rab turibmiz-da shu gapni. Ya'ni Jamesdan emas, masalan Jamesning do'stidan so'rab turibmiz-da. Does James go to school every day? Demak, James har kuni maktabga boradimi? Xo'p, endi javob bersak-da, misol uchun ha, u boradi deb bizlarga do'stlar aytib turibdi. Yes, he does. Yurib turganimizdek, hurmatli o'quvchilar, bu javobimiz ijobiy ma'nodagi javob bo'ldi. Bu javobimiz esa salbiy ma'nodagi javob bo'lmoqda.
Demak, endi qaranglar-da, hurmatli o'quvchilar. Ya'ni sizlar kimdir savol beradigan bo'lsa, albatta present simple'da mana shunday holatda savol beradigan bo'lsa, demak, mana shu formulada foydalanib turib savol beradi. Kim bersana? Tushundingizmi? Xo'p, endi biz ularga nisbatan javob beradigan bo'lsak, agar ijobiy ma'noda javob beradigan bo'lsak, yes, I will use it to deymiz yoki yes, he, she, it does deb javob beramiz. Agarda gapimiz salbiy bo'ladigan bo'lsa, u holatda biza no, I will use it don't deb javob berishimiz kerak bo'ladi yoki no, he, she, it doesn't deb javob berishimiz kerak bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Mana shunday holatda tuziladi. Yo'qtirganingizda hammasi yodlaringizdan chiqarmanglar. Albatta hishit bilan tuzilgan vaqti, ya'ni kesmamsa yo'qtirganlaringizning gapni boshida does deganligi sababli mana bu fe'limizga hech qanday is qo'shimchasi qo'shilmaydi. Tushunaldimi? Demak, hurmatli o'quvchilar, demak davom etamiz shu yerda. Endi qarang, hishitlar qo'shiladigan holatlari ko'rib chiqamiz. Masalan, nechta holatlarda hishitlar qo'shiladi? Misol uchun darak shaklda qo'shiladi albatta. Darak shaklda. Demak, he, she, it yoki birlik, shaxs, narsa, hayvon, joy. Keyin kelgan fe'lga masalan s qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, Henry work fe'li ishlamoqda ekan, to'g'rimi? Henry endi gapimizda egasi hishitdan, ya'ni uchundan birsi bilan boshlanganligi sababli, ya'ni Henry bu birlik shaxs-ku, to'g'rimi? Shu bilan boshlangan sababli, demak, work fe'limiz albatta necha qo'shimcha qo'shamiz ekan? Albatta biza ya'ni s qo'shimchasini qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi ekan. Ya'ni biz endi s ni qo'shdik endi. Henry works in a bank. Demak, Henry demak, xo'p, qaysidir bankda ishlaydi. It's a bank. Qaysidir bankda ishlaydi. Demak, mana shu tuzgan gapimizda asosan ko'rib turganimizdek hishitdan keyin, ya'ni fe'lga s qo'shimchasini qo'shib turibmiz. Yoki bo'lmasa, yana nechta fe'l bo'lishi mumkin bu? Joe write fe'li, to'g'rimi? Yozmoqda ekan. Write fe'limiz ham albatta s qo'shimchasi qo'shamiz. Joe writes masalan, Joe writes a letter to his best friend. Demak, Joe xat yozadi, demak, o'zining eng yaqin do'stiga xat yozadi demoqdamiz. Joe o'zining eng yaqin do'stiga xat yozadi. Ya'ni bu uning odati. Shu ma'noda ishlatamiz. Endi ikkinchisi qanday bo'ladi? Ikkinchisi. Ya'ni mana shu gap. Ya'ni darak shaklda hishitdan keyin darak shaklda hishit yoki birlik shaxsdan keyin kelgan fe'l, demak, oxiri misol uchun s yoki double s yoki sh yoki ch yoki o yoki x yoki, demak, s double sh ch o x, demak,
S double S Ch O X lar bilan tugasa, demak ularga demak es qo'shiladi. Ya'ni es qo'shimchasini qo'shiladi. Misol uchun aytamiz. Kate watch tomosha qilmoqda endi, to'g'rimi? Kate watch, ya'ni fe'limizda oxirini e'tibor qaratamiz. Ch qo'shimchasi bilan tugadimi? Demak, biz uni qo'shamiz ekan, es qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, Kate watches TV every night. Demak, Kate har kechqurun televizor tomosha qiladi. Mana shunday holat. Xo'p, yoki bo'lmasa, masalan, Dolores washes the dishes. Demak, idishlarni yuvib qo'yadi after dinner, ya'ni kechki tushlikdan keyin. Masalan, har kun, every day. Xo'p, mana gapimizda washes. Dolores washes the dishes after dinner every day. Demak, Dolores idish-tovoqlarni yuvib qo'yadi tushlikdan keyin, ya'ni kechki tushlikdan keyin har kuni. Mana shunday holatni ko'rib turganimizdek, ya'ni qo'shimchalar qo'shilib turibdi. Xo'p, demak, yana qanday qo'shimchalarimiz bor bu yerda? Misol uchun lie, die. Xo'p, lie, die. Okay, demak, shunda yana is qo'shimchamiz qoldi. Demak, mana shu e'tiborli bo'lamiz. Xo'p, 3-qonun qoidasi, demak, 3-qonun qoidasi heshitni bu darak shaklida demak kelgan fe'l oxiri. Demak, masalan, misol uchun, ya'ni fe'l oxiri undoshdan keyin y bilan tugasa, unga demak bu holda y harfi is ga almashadi. Lekin unlidan keyin y harfi bilan tugasa, u holda demak unga oddiy s qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun bu qanday? Xo'p, demak, Thomas nima deymiz? Thomas dry fe'limizni bilasizlar. Dry degani nima degani? Quritmoqda. Misol uchun mana shu yerda ko'rib turgan dry fe'limizda endi gapimizda boshida Thomas kelganligi sababli mana shu fe'limizda y qo'shimchasini ishlatamiz dedik. Y qo'shimchasi undoshdan keyin dan tugab turibdi-ku. To'g'rimi? Mana shu yerda undosh r harf. To'g'rimi? Mana shu undosh bilan tugaganligi sababli, ya'ni mana shu y qo'shimchasini ishlatamiz, tushirib qoldiramizdan is qo'shimchasini qo'shamiz. Haqiqatan qo'shdik. To'g'rimi? Ya'ni dries bo'ldi. Thomas dries his hair
bath after washing after having a bath. Demak, Thomas sochini vanna qabul qilib bo'lganidan keyin after having a bath. Ya'ni vanna qabul qilib bo'lganidan keyin demak sochini quritadi. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda nima bo'lmoqda? Ya'ni dry fe'limizdan keyin, ya'ni undoshdan keyin yeganligi sababli bu yerda biza nishat turibmiz, ya'ni dryni, ya'ni y harfini is ga almashtirib turibmiz. Lekin dedik, lekin mabodo bunday bo'ladigan bo'lsa-chi, masalan, aytishimiz mumkin Jake play, to'g'rimi? Play degan o'ynamoq degan, to'g'rimi? Masalan, to'liq yozib olaylik. Play football, masalan, with his friends. With his friends. Demak, Jake futbol o'ynaydi do'stlari bilan. Mana shu yerda esa qarang, diqqat bilan e'tibor bering. Y harfimizni galishini e'tibor bering. Y harfimizda oldingi galgan harfi asosan qaysi harf? Unli o'ndoshmi? Demak, bu unli bo'lganligi sababli, demak, bunga nima qo'shamiz ekan? S qo'shimchasini qo'shamiz. Mana yuqorida aytilgan-ku. Lekin y harfi, ya'ni unlidan keyin y harfi bilan tugasa, u holda unga nima qo'shamiz ekan? S qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi ekan. Lekin undoshdan keyin y harfi tugasa, unga demak nishatamiz ekan y harfini is ga almashtirib yuboramiz ekan. Tushundingizmi? Unlidan keyin endi to'g'ri bo'ldi. Demak, Jake plays football. Mana shu yerda qizartirib qo'yamiz buni. With his friends. Demak, Jake do'stlari bilan nima qiladi? Futbol o'ynaydi demoqdamiz. Xo'p, demak, menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Endi asosiy jihatlarni o'tamiz, asosiy ishlatishni o'tamiz. Birinchi ishlatilishi bu for permanent situations. Demak, bu doimiy harakatlarni ifodalaydi. Qarang, ishlatilishi. Xo'p, demak, doimiy ish harakatlarida ya'ni nima deymiz buni? Doimiy, odatiy, sodir bo'ladigan odatiy, doimiy sodir bo'ladigan ish harakatlarini ifodalaydi. Misol uchun, qarangda, masalan, o'zlarimizda kundalik hayotimizda, ya'ni har kuni bajaradigan ish harakatlarimizda aytamiz bunda. Misol uchun, aytishimiz mumkinki, I get up at 6:30 every day. Men har kuni soat 6:30 da o'rnimdan turaman. Lekin but my friends Jack gets up e'tibor qildingizmi? Yana o'rgatgan narsam bo'yicha yana o'rgatib turibman sizlarga. Gets up at 8 a.m. every day. Xo'p, demak, qaranglar-da. I get up e'tibor etgan bo'lsangiz, men demak o'rnimdan turaman har kuni soat 6:30 da. Lekin mana do'stim Jek esa har kuni soat 8:00 da o'rnidan turadi. Demak, birinchi holat menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ikkinchisini o'tamiz. Demak, for repeated or habitual actions in the present, especially with adverbs of frequency. Demak, bu nima degani bu? Takroriy, odatiy ish harakatlar qaysiki hozirgi paytdagi, ayniqsa dedi, tez sodir bo'lishini ifodalovchi ravishlar bilan. Ya'ni bu degani asosan hozir aytgan gapimizda bu doimiy, odatiy sodir bo'lgan ish harakati. Qaranglar-da, ya'ni doimiy ish harakatlar bilan bu odatiy, takroriy ish harakati deyarli bir xil. Shuning uchun maslarni yana qo'shimchaga tuzib beraman. Maksimalniy kitobdan uzoqlashmagan holatda albatta aytib turganimizdek mana. Demak, takroriy odatiy ish harakatlarini ifodalaydi ekan hozirgi paytda. Ayniqsa, ya'ni
tez sodir bo'lishini ifodalovchi ish harakatlar bilan deb turibdi. Misol uchun, birsini yozdik-ku, to'g'rimi? Shuni davomini yozib qo'yaman-da. Nima desak bo'ladi? Jack. Masalan, usually cooks 2 eggs for his breakfast. Demak, Jake odatda o'zini tushligi uchun ikkita tuxum qovuradi. Jake odatda o'zini tushligi uchun yoki tushlik qilish uchun, demak, odatda u ikkita tuxum qovuradi demoqdamiz. Usually. Ya'ni bu ish harakatni tez sodir bo'lishini ifodalovchi payt ravishli hisoblanadi. Xo'p, endi kitob bo'yicha ikkalasini ham tushuntirdim. Endi uchinchisini o'tamiz. For general truth and laws of nature. For general truth degani bu umumiy haqiqatlar yoki tabiat qonunlar. Ya'ni umumiy haqiqatlar va tabiat qonunlari. Demak, bular hammasi ham present simple da bo'ladi ekan. Demak, misol chiqarishimiz ham mumkinki, umumiy haqiqatlar va tabiat qonunlar. Misol uchun, the sun rises from the west. East shark west g'arb bo'ladi, shunday g'arb bo'lsa shunda shimol janub bo'ladi. From the south. Demak, quyosh janubdan chiqadi and it sets so in the west. And it sets in the west va g'arbga botadi. Demak, quyosh janubdan chiqadi va g'arbga botadi demoqdamiz. Yoki bo'lmasa bu, demak, bu asosan umumiy haqiqat yoki tabiat qonunlaridan mos harakat hisoblanadi. Ya'ni tabiat qonunlari bu. Misol uchun yana nimani aytsa bo'ladi? Xo'p, masalan, water boils at 100 Celsius. At 100 Celsius. Ya'ni suv 100 gradusda qaynaydi degan. Yoki bo'lmasa, yana mana aytsak, masalan, it snows in winter. It snows in winter in Uzbekistan. Demak, qishda, demak, O'zbekistonda demak, qor yog'ib turadi. It snows in winter in Uzbekistan. Demak, qishda O'zbekistonda qor yog'ib turadi. Demak, bu odat, ya'ni tabiat qonuni bu. Ya'ni qo'shimcha qilsak-da, sometimes desak. Ya'ni qishda ba'zan O'zbekistonda qor yog'ib turadi. Shuni desak-da. Xo'p, yana nimalar aytishimiz mumkin? Ya'ni umumiy haqiqatlar va tabiat qonunlari. Xo'p, demak, menimcha mana shu yergacha tushunib bo'ldi-da, bo'ldimi? O'quvchilar, mana shu nimamizni, ya'ni ma'lumotlarimizni present simple bo'yicha umumiy haqiqatda tushunali bo'ldi-da, o'ylayman. Ya'ni shu o'zimizni haqiqatdan ham haqiqiy, ya'ni hayotimizda bo'lib turgan ish harakatlarni ifodalaydi. Mana shu qismi. Umumiy haqiqatlar. Birinchisi doimiy ish harakatlar. Demak, odatiy tekrar ish harakatlar uchinchisi demak umumiy haqiqatlar va tabiat qonunlari mana shunday holatlarda ishlatiladi.
Ikkinchisi esa for timetables and programs. Demak, for timetables and programs degani bu mundarejalar va dasturlar uchun ishlatiladigan. Uchinchisi bu mundarejalar va jadvallardagi belgilangan bajarilish vaqti belgilangan ish harakatlar yoxud qo'shimcha kelasi zamon uchun ishlatiladigan shakl. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Ya'ni mundarejalarda turibmiz, ya'ni mundarejalar va jadvallar bajarilishi vaqti belgilangan ish harakatlar yoxud kelasi zamon uchun ishlatiladigan shakl. Bu degani nima? Ya'ni present simple'da biza asosan ya'ni kelasi zamon uchun ham ishlatishimiz mumkin, lekin bu ozgina farq qiladi. Nishatib qanday qilib bu farq qiladi? Ya'ni biz aytishimiz mumkinki, masalan, birorta bir film oladigan bo'lsak, misol uchun eng mashhuri bu Merlin. Demak, Merlin film masalan Merlin film starts at ishimiz mumkinki 10 p.m. demak 10 p.m. demak on demak TV channel number 5 demak telekanal, ya'ni 5-raqamli telekanalda demak har kuni soat, ya'ni every day demak Merlin filmi demak soat kechki 10:00da, ya'ni kechki 10da, demak kechki 10:00da boshlanadi demoqdamiz. Misol uchun bu endi boshlanadigan ish harakat, ya'ni faqatgina ya'ni mundarejada jadvalda rejalashtirilgan. Ya'ni bu televizion, ya'ni televizordagi ya'ni berilishi kerak bo'lgan kinolar ro'yxatida belgilangan. Ya'ni mana shu Merlin filmi 4-chi, ya'ni 5-televizion kanalda asosan soat 7:10da boshlanadi. Mana shuni aytib turishni ishlatadi. Yoki bo'lmasa, nima deyish mumkin? My train departs to Tashkent at masalan 11 p.m. My train departs to Tashkent at 11 p.m. Demak, meni poyezdim Toshkentga soat 10 ga, ya'ni kechki 11:00da jo'nab ketadi demoqdamiz. Jo'nab ketadi. My train departs to Tashkent at 11 p.m. today. Demak, meni poyezdim bugun, demak, Toshkentga soat 11:00da jo'nab ketadi. Ya'ni hozir soatimiz misol uchun 9:30 bo'ldi. Meni poyezdim tayyorlanib Toshkentga soat 11:00da jo'nab ketadi. Mana shuni aytmoqdamiz. Yoki bo'lmasa sizlarda onlayn darslar yozasizda, misol uchun aytishimiz mumkinki my online lesson agarda boshlanmasdan oldingi aytishimiz mumkin bo'lgan ish harakat bu-da. Misol uchun my online lesson, men online darsim starts at 8:30 p.m. every other day, not today.
Demak, mani onlayn darsim bugun soat demak kechki 8:30 da boshlanadi demoqdaman. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda ya'ni bizlarni rejalashtirilgan, ya'ni jadvalimizda rejalashtirilgan ish harakatlarni kelajakda sodir bo'lishini aytib o'tmoqdamiz. Kelajakda sodir bo'lishini biza bu yerda berilgan vaqtimdan bilishimiz ham mumkin. Ish harakat. At 11 p.m. dedik, keyin at 10 p.m. dedik, keyin qayerda bo'lishini aytdik. Mana bu kelajakda ifodalab turibdi, lekin shaklan present simple. Xo'p, endi asosiy qismi time expressions with the present simple, ya'ni present simple ishlatiladigan payt ravishlari bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'p, demak payt ravishlari quyidagicha bo'ladi. Buni present simple da payt ravishlari. Xo'p, time adverbs yoki signal words of present simple. Demak, present simple ishlatiladigan payt ravishlar quyidagicha. Xo'p, birinchisi always, har doim, buni bilasizlar, har doim. Keyingisi sometimes, ba'zan degani bu. Tarjimasini yozib o'tirmayman-da. Inglizchasini yozib ketaman. Tarjimasi o'zingiz video orqali ko'rib qo'yasizlar, ya'ni yozib qo'yasiz. Always degani har doim, sometimes ba'zan, often tez degani, keyin shunga teng ravishda frequently degani ham bor, misol uchun bam tez degani. Xo'p, yana kichkina bergan kitobimizda yangiliklar o'zi everyday, every week, every month, in the morning, afternoon, in the week. Okay, yangilik yo'q ekan bu kitobda. Ravishlar bo'yicha always, sometimes, often, frequently, rarely, kamdan kam degani bunga teng bo'ladi, seldom bor. Always, hamisha, sometimes, ba'zan, often, tez, frequently, rarely, seldom, kamdan kam, usually, kalkulatsiz. Mana shu yerga yozdim. Usually degani odatda degani, endi never degani bor. Ya'ni bu hech ham degani, ya'ni hech qachon degan ma'noda ishlatamiz. Xo'p, endi asosan bular, ya'ni ingliz tilida bular ko'pincha adverbs of frequency hisoblanadi. Adverbs of frequency hisoblanib, bular asosan e'tiborli bo'lasizlar ishlatishda, ya'ni nima deymiz? Adverbs of frequency degani bu tez sodir bo'lishni ifodalovchi ravishlar hisoblanadi. Ya'ni ish harakatni tez sodir bo'lishini ifodalovchi yoki har doim sodir bo'lishini ifodalovchi yoki kamdan kam yoki tez ba'zan, kamdan kam, odatda yoki hech ham sodir bo'lishini ifodalaydigan ish harakatlarni ifodalashda ishlatiladi. Bular endi asosan adverbs of frequency hisoblanadi. Demak, ikkinchi turdagi payt ravishlarimiz ham bor. Ya'ni bular ham asosan nima deymiz? Payt ravishlari sifatida ishlatamiz. Lekin ular ishlatilishi bo'yicha jihati albatta farq qiladi. Bular ham albatta payt ravishlari. Ya'ni gap oxiridan keladigan payt ravishlar. Misol uchun bu birinchisi every plus day yoki week yoki month yoki year holatida yozamiz. Ya'ni bu degani har kun, har hafta degani every week, every month degani har oy degani every year degani har yil degan ma'noda ishlatiladi. Demak, bu har degan ma'noda keladi. Ikkinchisi misol uchun on, masalan Mondays, ya'ni dushanba kunlari yoki on Sundays, yakshanba kunlari, mana shu holatda kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa bunday holatda kelishi mumkin. At the weekend, hafta oxirida degan ma'noda yoki hafta oxirlarida degan ma'noda at the weekends. Yana qanday holatda kelishi mumkin ekan? Xo'p, in the morning, in the afternoon. Yes. Misol uchun in the morning yoki afternoon yoki bo'lmasa evening. Ya'ni qo'shimcha qilib nodab turibmizda tongda, obedda, kechqurunda degan so'zlardan foydalanmoqdamiz. In the morning degani tongda, in the afternoon degani obedda, in the evening degani kechqurunda yoki kechki paytda degan ma'noda ishlatamiz. Xo'p, demak
Qaranglar, endi bularni ishlatilishi quyidagicha bo'ladi. Bularni ishlatilishi quyidagicha. Misol uchun, adverbs of frequency ni ishlatadigan bo'lsak, bundan qaraganda albatta bir-birisidan farq qiladi. Ya'ni biz adverbs of frequency dan ham yoki ikkinchi turdagi payt ravishlardan ham bir gapni o'zida foydalanishimiz ham mumkin, ikkalasidan ham. Misol uchun, qaranglar, pozitiv gapda asosan adverbs of frequency egadan keyin keladi. Misol uchun, always misolini ko'rsatib beraman mana. Kichkina bo'lmasa cho'zilib ketayotir darsimizni. Xo'p, subject plus always plus verb 1. Ko'rib turganimizdek. Endi negativini tuzadigan bo'lsa, ishlatilishida subject plus don't yoki doesn't plus always plus verb 1. Mana shunday holatda bo'ladi. Endi so'roq shakldachi? So'roqda bo'lsa, question'da bo'lsa, demak do, does. Hurmatli o'quvchilar, vaqt o'tib ketgan bo'lsa, zalali yo'q. Chunki mavzu yaklanmadi. Hech kim chiqib bilmaydi. Davomat bo'ladi chunki chiqib ketsang, shunchalik girib o'tirganing foydasi bo'lmay qoladi. Diqqat bilan o'rganinglar, chala qoldirmanglar. Vaqt ketsa ketaversin. Chunki bir narsani boshlangan keyin oxirigacha yetkazish kerak-da. Mukammal qilib. Demak, do the subject plus always. Yaqqol form mana formasi. Ya'ni mumkin. Tushunarlimi? Hop, nima qildingiz? Ekranga turibmanmi nega? Ekranga turibmi? Ekranga turibmi o'quvchilar? Ekrandan chiqib ketganim bo'ldi-da. Uchundir. Oh my god. What's the matter? So, I think endi ishda turibmi?